Uka, men sizga hozir hojatxonaga tez borish azobidan 2 kunda qanday qilib tuzalganimni aytib beraman. Men ushbu prostatit aybnomasini ancha yildan beri qiynalardim. 3 yil, 4 yil pashti shunaqa bo'lgan. Hojatga tez qatnardim. Kechalari pashti menda uyqu bo'lmasdi. 1,5 soat, 1 soatda kezi kelganda, uzog'i 2 soatda har kuni kechasi qatnardim-da. Peshob qilishda qiynalardim. Kelasiz, ozgina chiqadi, tomchilaydi, xuddi tugaganga o'xshaydi, lekin qoldig'i bor. Qaytasiz 10 metr, 15 metr yursangiz ham yana xuddi yana qistaydi. Yana borasiz. Shu holat 3 marta, 4 marta takrorlanardi. Uzoq yerlarga, qarindoshlarga bir yerga borsangiz ham xijolat qilasiz. O'sha tarafidan xijolat qilasiz. Masalan, uzoq yerga umuman bormadim. Necha marta taklif qilsa ham bormadim. Meni to'g'ri tushunasizlar degan nuqtai nazarda bormadim. Oldin oddiy shamollashib, uni umuman bilmaganman men. Keyin unisidan bunisidan eshitib, shunaqa bo'lyapti. Menda ham shunaqa, menda shunaqa, nimaga bormaysan desa, ag'baq o'tirishlarga, o'sha to'ychalarga ham bormaganman-da. Qarindosh, yaqin qarindoshniki ham bormadim. Shundan xijolat qilasiz. O'zingiz tushunasiz. Bir yerga borganda u hojatxonasi qanaqa ekan, uzoqda. Men o'zimki ham sal uzoq yotoq joyimdan. Shunda ham uyqu bo'lmasdi menda. Ana shu holatlar juda ko'p qiynagan. To'g'ri, odamda kechasi uyqu bo'lmasa, odam asabiylashib ham qoladi-da. U tomonlari qanaqa bo'lgan? Xuddi ana shunaqa siz aytgan asab ozgina narsaga ham jahlingiz chiqadi, asabiylashasiz. O'zingiz ishingiz olga o'xshamasa ham qiynalib ketsangiz, charchasangiz, har xil nimalar bilan asabingiz buzilib, oiladagilardan alamingizni olasiz. Baqir-chaqir qilasiz. Bu asorat yomon ekanda bu nimalarni. Buni ko'pchilik tushunib-tushunmasdan men ham ko'p ko'rdim, tiktasini ko'rdim, unaqalarni ham menda ham bor dedi. Ana shunaqa kasalliklar. Bu kasallik soppa-soq hech qayerda og'rimaydi. Kasallikda hech qayerda og'rimaydi, lekin ana shu taraflari qiyin. Qiynalasiz peshob qilishda. Kelishi ham qiyin bo'ladi-da. Kelishi ham qiyin bo'ladi. Agarda ozgina tutib qolsangiz, kelgan vaqtda qilmasangiz, undan ham qiyin bo'ladi. Bir necha marta shunaqa qilib tutilib ham qoldi. Siydigim, yolmay qoldim. Peshob qila olmay qoldim. Siz ham mana boshida bunaqa hojatga ko'p borish boshlangan paytda shamollab qolgan shekilli deb o'ylagansiz endi, to'g'ri? Meni o'zim bilmaganman, shamollagan bo'lsam kerak. Unisi do'stlarim o'tib ketadi. Biz unchalik больницада ko'p yotmaganmiz. Keyin kuchayib bordi. Kuchayib bordi-da, bu bilinmagan holatda kuchayib boradi. Bilmaysiz uni-da. Tez hojatga boryapman, ko'k choyni ko'p ichib qo'yibman, yo mineralka ichib qo'yibman, mana gapda ko'p ichib qo'yibman, mana fanta men ana shunga o'xshaganlarda choyni ko'p ichdim, qovun tarvuz yedim deysiz, yuraverasiz. Aks holda u boshqacha ekanda u. Hozir siz necha yoshdasiz? Hozir men 65 yoshdaman. Lekin yosh ko'rinasiz ekan, biroz 65 yoshda. 65 yoshdaman. Doktorlar aytgandir, bu kasallikni qancha erta davolasangiz, shuncha yaxshi bo'lardi deyishdimi? Menga bitta mutaxassis, o'zimizda Chust tumanidagi mutaxassis aytdiki, hech kim e'tibor bermaydi, bilinmaydi hamda. Ko'p chiqyapti. Hozirga men aytganda, ko'k choyni ko'p ichib qo'ydim, mineralka ichib qo'ydim, qovun tarvuzni ko'p yeganim yashinga deb yuraveradi. Turishlarga borsangiz ham tez chiqib, o'zingizdan xijolat qilasiz-da. Menda shunaqa bo'ldi, xijolat qildim, bormadim. Qayerlarga taklif qildi do'stlar, aylanib kelamiz deb. Bormadim. Meni qiynamang dedi. Ko'pchilik aytadi, misol mana to'yxonalarga, to'yga aytsam, to'yxonani hojatxonasi bormikin deb shuni o'ylab qolaman deydi-da. Mana shunaqa. Gapga endi gapda eshitdi o'zimizda haligi o'zimiz o'tirishlar bor, kursdosh, sinfdosh deganlar, ularga borasiz. O'zi endi unda o'rtoqlar oldida menga o'lga e'tibor berma deyman. Tez borib kelaman shunda. Boshqa iloji yo'q. Hozirgi holatingiz qanaqa? Hozirgi holatim o'ta darajada a'lo desam ham bo'laveradi. Yoshlik qanaqa bo'lsa, yoshlik qanaqa bo'lsa o'sha holatga keldim. Kechasi qanaqa bezovta bo'lasiz? Kechasi 1 marta, 2 marta, o'ndan keyin. Endi sog'lom odam ham shunaqa. Sog'lom odam eng osoni yaxshi bitada oliga bo'shalasiz, mazza qilasiz oliga. Kutib o'tirmaysiz. Siyligingiz tutilib qolmaydi. Yo'q, qo'rqmaysiz undan. Napor qanaqa? Naporing juda yoshlikdagi napor. Bizni YouTube'da ko'rayotganlar bu holatga qanaqa erishdi ekan deyishadi. Nima bo'ldi bu? Sababi qayerda ko'rib qoldingiz yoki? Men buni ko'p axtardim.
unisidan bunisidan surishtirdim. Oldingilarni bildim. Ular operatsiya qildirdi dedi. Qiziqdim qanaqangi operatsiya deb. Bitta ikkitasi qishlog'imizda bitta ikkita bo'lgan, ulardan surishtirdim. Keyin YouTube'da ko'rib qoldim. YouTube'da 1 yildan beri kutaman uni. Doniyor Ibragimovich degan klinikasi bor ekan, u deb. Keyin oxiri bo'lmadi. Qaror qildim, qo'rqdim hamda. Qancha vaqt qo'rqib yurdingiz? Ancha qo'rqib, 1 yildan ko'p qo'rqib yurdim. 1 yil qo'rqdim-da. 1 yil qo'rqdim. Bu qanaqa bo'lar ekan? Men to'g'ri operatsiya bo'lganman bir marta. Arzimagan operatsiya bo'lganman-ku. O'shanaqa birsida qo'rqqanman-da. Rosa qo'rqdim keyin. Keyin qanaqa operatsiya bo'lar ekan dedi. Keyin nur bilan deganda, u boshqa hech qayeringizni kesmaydi, tig' tekizmaydi, lazer bilan deganda, keyin YouTube'da 3-4 marta odamlar intervyusini ko'rdim, boshqa bo'ldi. Oxiri keyin shunda ham ishonmasdan qo'rqib yurdingiz. Qo'rqdim-da, rosa qo'rqdim. Keyin nima sabab bo'ldi shart borishingizga? Oxiri bo'lmadi. Oligilarni aytgandan keyin qaror qilib bitta maslahat so'radim. Bo'lgan odamlardan so'radim. Hech narsa bilinmaydi. Haqqani ham shunaqa. Men kirdim, tekshirishdi, hamma yo'g'imni analizlarimni oldi. Boshladi. Shunda qarang, mana bizni ko'rayotganlarga ham qiziqdi. Faqat belingizdan pastiga narkoz berishmi, polni uxlatishmi? Belimdan pastga narkoz berdi. Bemalol gaplashib, ko'rib yotdim. Monitorda operatsiyani ko'rib yotdingiz. Mana bitta yorimda monitor, bag'imda soat bor ekan, soatga qarab qo'ydim boshlanishida. U oligi masalan qo'rqishi mumkin odam. Igna ukol qilsa badaningiz og'riydi-ku, bir jiz qilib seskanasiz, igna borayotganda yo'q. Unda o'shanchalik ham og'riq bilinmaydi-da, hech narsa bilganim yo'q men masalan. Masalan, men ukol olib yurganman, bundoq yonboshingizni ukol qilsa ham, bundoq ukol qilganda jiz qiladi. Unaqa og'riq yo'qdi, hech narsa og'riq bilingani yo'q menda. Yotdingiz, operatsiya davom etdi. Bundoq boshladi, soatga qarab qo'ydim. Soatga qaradim. 1 soat 20 minutda bo'ldi meniki. Chunki men katta qilib qo'yganman. Doktor aytdi, o'zi vrachlar aytdi, ko'p boqib qo'yibsiz, rosa boqibsiz ammo siz 1 keladi, 2 keladi deb kulishdi doktorimiz. Oxiri bo'ldi. Men 1 soat 20 minutda operatsiya qildirdi. Men bilan yotgan Bishkekdan qo'shni davlatdan keldi respublikadan. Tojikistondan kelishadi, Qirg'izistondan keldi. Men bilan yotgan yigit, bir kunda yotdik. Bir kunda davolandik. U yarim soatda chiqdi. Yana bitta mendan 3 yosh katta odam 40 minutda chiqdi. Ularga o'sha vaqtida kelgan shekilli. Hammani o'lchami har xilda, shuncha. Hamma o'lchami. Keyin shuni odamlarimiz shuni tushunishi kerakki, buni vaqtida borsa, qancha vaqtida shunchalik oson bo'lar ekan. Keyin uni vaqtida menga o'xshab ko'p yursa, mendan ham ko'p yurib borsa, u siydik yo'llari ham torayib qolar ekan. Qiyin bo'lar ekan. Bag'i ham bor ammo. Mana operatsiya bo'lganingizdan keyin mana 1 yil o'ylanib yurdim deyapsiz-ku. Ertaroq kelsam ham bo'lardi ekan. Ana shunaqa deganman. Ertaroq kelsam bo'lar ekan deb o'yladim. Shundan 1 yil 2 yil oldin kelmayman o'shanda. Osonroq qutulardim demanda. Mana hozir mana videoni ko'rayotganlar orasida ham 1 yildan beri ko'rayotganlar bor-da. Ha, bor. U aniq. Mani xuddi men o'zimdan kelib aytaman-da. O'zimdan kelib chiqib aytaman, bor unaqalar. Siz hozir hech kim qo'rqmasin bundan. Namangandagi filialda operatsiya qildirdingizmi? Namangandagi filialda klinikasida operatsiya. Hozirgi kunda shu Doniyor akamiz Namanganda, Farg'onada, Toshkentda, keyin Xorazmda, keyin Tojikistonda ham qilyapti, yaqinda Qirg'izistonda ham boshladi. U qirg'izistonlik bola ham, yigit ham mendan 5 yoshmi kichkina ekan xalos. U ham YouTube'da ko'rib, ikkalamiz gaplashdik-da 3 kishi. YouTube'da ko'rib, 1-2 kun birga bo'ldik, endi YouTube'da ko'rib keldim dedi. Mana hozir odamda havas bor, hasad bor-da. Mana videoni ko'rayotganlar, sizni ko'rayotganlar agar havas qilsa, bitta like bosib qo'ysa videoga. Yana ham yaxshi bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Qo'rqmasdan bosaversinlar like. Like'ni bosib, izohga qaysi viloyatdansiz yozib qo'ysanglar, qaysi viloyatda yana filial ochaylik, shularni yozib qo'ysa, misol qaysi viloyatdan talab ko'p bo'lsa, shu viloyatga filial ochiladi-da. Endi o'sha taraf men eshitganman, oldingi Doniyorbekda olgilarning videosini ko'rganman-da o'shani. U nimadan? Surxondaryo, Termiz, Qashqadaryolardan. Ularga haqqon biz tarafi uzoq bo'lgan. Uzoq, qani biz tarafda ham ochilsa edi. Bu paytda Toshkentda filialimiz yo'q edi. Hozir ko'pchilik faqat Farg'onada bo'lgan, ha? Faqat Farg'onada bo'lgan. Farg'onadan keyin Namangandan keyin namanganliklar kommentlarga yozgan, Namanganda ham ochilsin deb, keyin Namanganda ham ochishimiz kerak ekan deb turib Namanganga filial ochilgan. Shuncha aytyapman, hozir kommentariyaga qaysi viloyatdan ko'p bo'lsa, talab ko'p bo'lsa ochiladi-da. Shunga izohlarga yozib, videoga like bosib qo'ysa, xudo xolasa
keyin yana o'ylayman. o'sha Sizga necha kunda javob berishdi operatsiyadan keyin? men necha kun? operatsiya bugun soat 2:20 da chiqqan bo'lsam, ertasiga javob berdi menga. O'zingiz mana yurib Bozor chiqib ketdingiz. shanba kuni operatsiya qildi. Olimjon bir kun oldin kelish kerak edi. Ag'da Andijonda, ag'da bag'da bo'lib, bo'ldi, ertagacha kutaveramiz dedim men. Kelib ertasiga keyin operatsiyani boshladi. Birpasda ertasiga javob berdi. Ko'pchilik ishonmaydi-da, bu fantastik gap bu deydi. Operatsiya bo'lgan odam qanday qilib bir kunda turadi deydi-da. Qirg'izistondan kelgan bir kun keyin ketdi. Bozor kuni edi, u kishini счётка olgan-ku, ular chiqarish kerak ekanda. Ularga nimalar kompyuterga olga счётка qo'ygan, boshqa chiqarish kerak ekan. Klinika ham olar ekan. Shuning uchun klinikani hisobidan olgisidan kompyuterdan chiqarib berish kerak. Bizdan bir kun qolgan poplik o'sha aka bilan ikkalamiz bir kunda chiqdik. Hech qanaqangi olgisi yo'q. Siz ham misol boshida ikkilanganmisiz, qanday qilib bir kunda yo 2 kunda tuzalib qolishi mumkin deb. Reklama deb o'ylardim-da. O'sha reklama qilyapti, bu shunaqa bo'lsa kerak. Yolg'on. Qanday qilib bir kunda tuzalib qoladi, qanday 2 kunda bir kunda tuzalib qoladi deb. Olga qiladi deb o'yladim-da. Buni mumkin emas bu dedim. Hech bo'lmasa 4 kun, 3 kun yotish kerak. Yo'q. Yaxshi. O'shanga mana bizni ko'rib turgan odamlar shunaqangi azob chekayotganlar shu o'ylanib yurganlar bor. O'ylanib yurgansa qo'rqmasinlar. Men eng qo'rqog'im deb o'sha ukoldan ham qo'rqardim-da, to'g'risi. Shu ukol ajaban igna tiqqanda qanaqa og'riydi? O'shanaqa og'riq yo'q. Bilmaysiz, hech narsani sezmaysiz, ammo gaplashib yotaverasiz. Bemalol. Mana sizni ko'rayotganlar havas qilayotgan bo'lsa kerak. Ko'rayotganlarga taklif qilardim. Qo'rqmasinlar, borsinlar, vaqtida borsin. Vaqti qancha vaqtida borsa, shunchalik yaxshi bo'ladi. Oson bo'ladi. Ajabanki mendan keyingilar yarim soatda chiqishdi. Men 1 soat 20 minutda chiqdim. Men soatga qarab qo'ydim men. Ataylab qaradimda, boshlanishidayoq oliga o'min qilib boshlanganda shunda soatga qaradim. Ko'zimni tashab qo'ydimda, keyin turayotganimda oldin 1 soat 20 minutda, 1 soatda bo'ldim ishkili. Endi ag'baq yechish bor. Men 41 yil maktabda ishlaganman. Da. O'sha 20-yil oliga kelib pensiyaga chiqaman. 5 yildan beri nafaqadaman. Qo'rqmasang hech qanaqa taklif qilaman. Xohlasa mana Xorazmdagi, xohlasa Toshkentdagi qayerda meni ko'rib turgan bo'lsa, shu Bishkekdagi ham YouTube'da ko'rib keldi. Gaplashdi biz bilan. Shundoq bo'ldi. Biznikilar O'zbekistonda bo'lib turib qo'rqadi-da. O'zbekistonda bo'lib turib, u YouTube'da ko'rdim dedi. Qirg'izistonda yo'q ekan bunaqa dedi. Yo'q. U bola keldi. Yaxshi, xursand bo'lib ketdi u yigit ham. Momalariga, mana shu xizmat qilayotgan momalarga, sanitarkasidan to bosh vrachlarigacha, o'sha qabulxonadagilar hammasi yaxshi. Shunda kirasiz, hech qanaqa qiyinchilik yo'q, очередь bilan kiraveradi. Hammasi ko'rsatadi. Maslahat beradi ular ham, qo'rqmang. Dalda beradi. Hech qanaqa qo'rqish yo'q. Uni oldingi operatsiyaga o'xshagan emas. Mana u tiq tegadigan operatsiya u boshqacha, qo'rqasiz odam. Albatta. Men bir marta bo'lganman. O'shanga qo'rqaman. Oldin bu operatsiyani ham kesib operatsiya qilishganda, bu prostatani ham. Hozir endi unaqa kesish yo'q. Kesish yo'q. Hozir oson ekanda, hech qanaqa hamma hayron qoldida, o'rtoqlarim ham. "Birpasda bo'ldingmi?" dedi. Kesam, kecha operatsiya bo'lding o'zi dedi. Bugun kelib turibsan dedi. Shunaqa ekan deb qildim, bu so'radi. Zamonaviylashib ketdi. Zamonaviylashib ketdi-da, hammasi yaxshi. Gap yo'q ularga. Rahmat o'shalarga, hammasiga. Rahmat. Rahmat. Gam bo'lmasin. Bundan ham qo'llari yengil bo'lsin. Inshaalloh. Inshaalloh.